Bunaqasi hali bo'lmagan boru. Oylik to'lov 1.700.000 so'mdan Toshkent atrofidan kvartira olish mumkinligini men to'g'risi birinchi marta ko'rishim. To'g'ri eshityapsizlar, oylik to'lov 1.700.000 so'm. Ya'ni shu ko'rib turganimiz Green Tashkent Apartments loyihasi 3 Qahramon postidan 3 kilometr o'tganimizda Guliston mahallasida joylashgan bo'ladi. Xudo xolasa 27-iyun kunidan boshlab sotuv ofisiga start berishibdi. Bemalol kelib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'rsak bo'ladi, 4,5 gektar maydonga 2300 ta kvartiramiz qurilishi boshlangan. 100% to'lov asosida 1 kvadratning narxi $450 boshlanadi. Kvartiralar 1 xona va 2 xonali bo'ladi. Maydoni 1 xonamiz 25.7 kvadratdan 33.2 kvadratgacha, 2 xonali bo'lsa 40.5 kvadratdan 63.3 kvadratgacha bemalol tanlab olishingiz mumkin. Agar eng kichkina 1 xonalini 100% to'lov asosida olsanglar, bor yo'g'i $11.560 atrofida tushadi. Agar bo'lib to'lashga olaman desanglar, 50% boshlang'ich to'lov qilib, qolganini 48 oyga oylik to'lov 1.700.000 so'mdan olishingiz mumkin. Pastda mana shu quruvchilar nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Mana shunaqa arzon, budjetli kvartira qidirgan tanishlar bo'lsa, bu videoni ularga ham tashab qo'yinglar. Eslatib ketaman, 27-iyun kunidan boshlab sotuv ofisiga start berilgan. Bemalol kelib o'zingizlar tanishib ketsanglar bo'ladi.